Birinchi marta men issiqmasmi? Isib ketdim. Qanaqa qilib qilasizlar aka bu ishni? Mashaalloh, qaranglar. Qo'qon patir qanaqa qilib tayyor bo'ladi? Ichari kirsam bo'ladimi? Yo'q. Issiq bu. Aka qanaqa qilib ishlaysiz buning ichida? Issiq emasmi, kuymaysizmi? Sanjar patiri kelgandim akalar. Qaranglar buni. Hozir bir narsani o'ylab qoldim. Mana shu tandirning ichidagi issiqlikni ko'rib turib, qilgan yomon amallarim esimga tushib ketdi. Aka, Alloh umringizga, rizqingizga barakot bersin. Osonmasa bu ish. O'zbekistondagi eng halol kasblardan biri deb bildim. Chunki buni mehnati oson emas ekan. Qonib turgan tandirning ichiga kirib chiqarkansiz. Novvoylarga qo'yinglar. Novvoy kasbini bor yaqiningizga albatta jo'natib qo'ying. Bu videoda akalar omadinglarni bersin. Ikki dunyo saodatini ko'ringlar. Inshaalloh bu dunyo faqatgina yaxshi amallar bilan yaxshi hayot kechiringlar. Aka, sog' bo'linglar. Mana shu insonlar uchun bitta like.